Davlatimiz rahbari Turkiyaga tashrif bilan yetib borganlar, Turkiyadalar, u yerdagi qaytib keldilar. Unisini o'qimayman, uzr. Siz to'g'rilab ketasiz. Mana biz faqat savol beradigan jin deydi-ku. Kutib olish jarayonlari juda ham bir tantanali bo'ldi, esda qolarli bo'ldi. Navruz bu yil boshqacha bo'lishi mumkin. Kutilmalar shunga qarab ketyapti. Iqtisod, din va yana ko'plab yo'nalishlarda hamkorliklar, rejalar, shartnomalar reja qilinyapti. Bugungi Turkiya va bugungi O'zbekistonning aloqalari qanaqa? Xo'p, Turkiya bilan aloqalarimiz juda yaxshi. Menimcha tarixdagi eng yaxshi davrlardan bittasi desak bo'ladi. O'zi Turkiya bilan o'zbek xalqini nima deydi? Qondosh xalqimizda. O'sha turklar ham o'zlari bilishadi. Bizni hududda ota yurt deb aytishadi ular. Chunki o'sha turklarni ajdodlari Saljuqiylar davlati bo'lgan. Keyinchalik o'sha bu yerda Saljuqiylar davlati tugatilgandan keyin shu Turkiya hududlariga borib o'rnashib, o'sha yerda o'g'izlar davlat tuzishgan va o'shalarning avlodlari. Endi til yaqinligi, din birligi, madaniyat yaqinligi, madaniyat deyarli bir xil, kelib chiqish birligi, yana mentalitet, boshqa hamma narsani olib qaraydigan bo'lsak, Turkiya bizni qardosh, nima deydi, do'stimiz bo'lgan davlatda. Endi hozirgi sharoitdan olib qaraydigan bo'lsak, mana geosiyosiy vaziyatda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha oldingi xalqaro munosabatlar tizimi deyarli kumpaya-kun bo'ldi-da. Oddiy qilib aytganda, nima deydi? Xalqaro munosabatlar tizimi o'sha dars ketdi. Oldingi xalqaro huquq me'yorlari deyarli ishlamayapti. Bunday holatda endi masalan kecha yaqinda bo'lib o'tgan Davos forumida Kanada bosh vaziri bitta gap aytdi-yu, endi bundan buyoq kuchlilarni davri keldi, kuchlilar nima qilsa xohlaganini qilyapti degan ma'noda gapirdi-yu. Xuddi shunaqa davrda endi biz masalan Markaziy Osiyo hozirgi davrda katta o'sha geosiyosiy o'yinchilarda raqobat maydoniga aylanib qolganda, o'sha davrda biz ko'p vektorli siyosat yuritayotganda Turkiya bizning yaqin bir ittifoqchimiz, yaqin hamkorimiz, mana shu bo'la olishga bitta da'vogar davlatda. Masalan, Turkiyani harbiy qudrati, masalan, kecha yaqinda Global Firepower'da 2025-yilgi reytingi chiqdi. Unda O'zbekiston 53-o'rinnamdi. Turkiya kuchli 10likda. NATO a'zosi, NATOdagi o'sha quruqlik qo'shinlari bo'yicha ikkinchi davlat. AQShdan keyingi quruqlik qo'shinlari bo'yicha qudratli davlat. Va nima deydi? Boya aytganimizdek, til, din, millat, madaniyat yaqinligi baribir bizni yaqinlashtiradigan jihatlar. Undan tashqari, endi Turkiya tomonidan olib qaraydigan bo'lsak, Turkiya ham mana shu jarayonlarda Yaqin Sharqdagi vaziyatni ham bilamiz. Hozir Yaqin Sharqdagi vaziyat juda ham tarang. Masalan, agar Erondan keyingi nishon Turkiya bo'lishi mumkin degan juda ham ko'p ekspertlarning gaplari chiqyapti. Bu narsa ham Turkiyani o'zini ham xavotirga soladi masalanda. Albatta. O'shanday sharoitda Turkiya ham o'ziga nisbatan ittifoqchilar, do'stlar, hamkorlar izlashga harakat qiladi. Mana shunday holatda Turkiya bilan O'zbekistonning hamkorligini yangi bosqichga ko'tarish ikki davlat uchun ham juda ham nima deydi, foydali bo'ladigan narsada. Endi to'g'ri, Turkiya bilan munosabatlarimiz har doim bir xil kechmagan. O'sha 2000-yillarda boshida turk liseylari bilamiz. Keyin u turk liseylarida o'sha siyosiy xatarlar yoki bir nima deydi, yot g'oyalar ta'siri sezilganligi uchun keyinchalik bundan voz kechdik va o'sha 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Turkiyani o'sha BMT minbarida ozgina o'sha voqealarga nisbatan fikri bizni Turkiyadan ozgina uzoqlashishga, Turkiya bilan munosabatlarimiz ozgina nima deydi, to'xtab qolishiga, endi to'xtab qolmagani, biroz sovuqlashishga olib kelganida, mana so'nggi yillarda esa bu munosabatlar yana ham jonlanib, masalan, prezidentimiz bir necha bor tashrif qilganlar, bu tashriflardan ham oldinda Erdo'g'on, Rajab Toyyib Erdo'g'on ham O'zbekistonga kelganlar, buyurganlar. Xullas, bu nima deydi, hamkorlik yildan yilga o'syaptiki, kamayiga yo'q. Masalan, o'sha prezidentimiz kecha borganlarida bitta narsa yo'lga qo'yildi, bitta holat.
Turkiyada o'zbek maktabi ochiladigan bo'ldi. Bu boshqa davlatlarda ochilgan birinchi o'zbek maktabi ekan. Bu tarix buni. Tarix bu. Masalan, hali qo'shnilarimizda demak ochilmagan o'zbek maktabi. Bu masalan o'zimizda to'g'ri, juda ham yaqin qo'shnilarimiz boshqa, lekin O'zbekistonda masalan ta'lim 7 ta tilda olib boriladi. O'sha nima deydi? Asosiy tillarda, qardosh millatlar tillarida ham olib boriladi. Qozoq tilida bor masalan. Endi bilmadim, balki bordir yoki boshqa kontekstda aytildimi, lekin o'sha birinchi deb o'qidim-da men ham. Birinchi marta boshqa davlatda o'zbek maktabi tashkil qilinyapti. Keyin boyagi zilziladan Xatay aytyapsiz-da? Viloyatga O'zbekistonning ko'magi o'sha vaqtda juda ham katta bo'lgan edi. Bu Turkiya hukumati, Turkiyani o'sha jamoatchiligi tomonidan katta e'tirof etilgan edi. Boya aytganingizdek, prezidentimiz Navro'z bayramiga taklif qildilardi. Masalan, bu yilgi Navro'zimiz yana ham boshqacha bo'lishi mumkin. Qardosh millatlar. Bu narsa yana ham o'sha jamiyatni bir-biriga yaqinlashtiradigan narsa. Jamiyat yaqinlashadigan bo'lsa, o'z-o'zidan davlatlarda ham yaqinlashishi bu sodir bo'ladigan, tabiiy holat bo'ladigan jarayon hisoblanadi.